Assalomu alaykum, gul shaydolari, gul ishqibozlari. Hamma yaxshimi, sog' salomatmi? Bugun videolarimizni davom etamiz. Bugungi mavzumiz gullaydigan gullar haqida. Biz bilamiz, gullaydigan gullar, gullamaydigan gullar deb nomlab olganmiz. Endi o'zimiz tilimizda, ya'ni dekorativ gullar va gullaydigan gullarda. Xullas kalom, mana shu gullar haqida bo'ladi va men bugun o'ylab ko'rdim, uyimda qancha gullaydigan gul bor o'zi. Shularni hammasini bir joyga yig'dimda hozir shu haqida video qilmoqchi bo'ldim. Chunki meni hozir bir ikkita gullarim gullagan, ham go'zalligidan bahramand bo'lamiz, ham qanday parvarish qilish haqida aytib o'tib ketaman. Demak, birinchi o'rinda bizda Clorodendron Thompson. Mana Clorodendron Thompson bu uzumi gulim. Ozgina xlorozga chalingan. Men bunga xlorozga chalinadi. Thompson juda ko'pchilik so'raydi, Thompson o'stirish osonmi? Thompson o'stirish oson, Clorodendron Thompson faqat xlorozga chalinadi. Xlorozga chalingan paytda MPK ga nima qo'shib beraman? Xalat jeleza hamda sulfat magniy qo'shib beraman. Yana o'ziga keladi. Demak, mana hozir ham sal xlorozga chalinganday bo'lib turibdi. Oziqa berishim kerak mana. Men bunaqa qilib oziqa berganimdan keyin o'ziga keladi. Men bu ham xuddi shunaqa. Buni hozir ismi esimda yo'q. Bu Thompson emas. Mana ikkovini bariga bir xil, lekin Thompson emas. Bu qizil ochiladigan. Lekin bu Thompsonga nisbatan injiqroq ekan bu. Men tajribamda shunday xulosaga keldim. Bu injiqroq ekan. Bu qizil gullaydigani, men bu oq gullaydigani. Qizil gullaydigani sal injiqroq, ham tez xlorozga chalinadi, ham o'sishi sekinroq. Mana kechada oziqalar berdim, endi barglari mana shunaqa yashillashib boryapti. Yana oziqa beramiz. Ayniqsa yozda bu ko'p nima qiladi? Mana shunaqa barglarni sarg'aytiradi. Kisli torfga ekish kerak. Kisli torf qo'shib ekkanman, lekin baribir ham gul katta bo'lgandan keyin ba'zida kuchi yetmay qoladi. Shuning uchun oziqalar berib turish kerak mana. Uzunmiki uzun bo'lib o'sib ketyapti. Mana shunaqa qilib Clorodendron Thompsonlar bor menda. Clorodendron Thompson ko'p. Menda bu hozir ikkita. O'zimnikini ko'rsatyapman. Sotuvda ham bor. Chirinka qilinganlari ham bor. Va hokazo. Kimga kerak bo'lsa, men Telegram gruppam bor, Yashil burchak Telegram gruppa. O'sha yerga ulanib olsalaringiz, pastda fikrlarda silkasini qoldiraman, ya'ni havolasini o'sha yerga bosib, nimaga gruppamga kirib olsalaringiz bo'ladi. O'sha yerda qanaqa gullar bor, sotuvda qanaqa gullar bor, qanaqa ozuqalar beryapman, gullarim ahvoli qanaqa va har qanday berilgan savollarga javob berib boryapman. Mana shunaqa bo'lib Clorodendron Thompson. Keyin menda yana bitta nima bor? Gulim. Bu ham Clorodendron. Mana. Bu ham Clorodendron, lekin buni nomi Clorodendron. Demak, bu ugandiyskiy deyiladi. Clorodendron ugandiyskiy. Clorodendron ugandiskini bilganlar biladi. Bu nimada blue butterfly ham deyiladi. Nimalari, gullari ko'k rangda bo'ladi. Shuning uchun blue butterfly deyiladi. Kimga kerak bo'lsa, qiziqsa, o'sha nima YouTube kanallariga Clorodendron ugandiyskiy deb yozsalaringiz chiqadi. Guli o'ta go'zal bo'ladi buni. Hozir barglari unaqa go'zal emas, lekin guli o'ta go'zal. Demak, buni men bu tepa qismini qirqib chirinka qilganman. Buni ham chirinkalari bor, tayyor bo'lib qoldi. Xuddi mana shunaqa kattalikdagilari ham bor. Bunda mendan 5-6 ta bor edi, hammasini qirqib chirinka qildim. Hozir o'zi tomirab qoldi. Xullas kalom, Clorodendronda menda 3 ta sorti bor. Ugandiyskiy, bunisini ismi esimda yo'q, bunisi Thompson. Xuddi Thompsondek, lekin bu qizil gullaydigani, lekin bundan yo'q qizil gullaydigandan, oq gullaydigandan va men bu ugandiyskiydan bor. Demak, bularni bir chekkaga olib turamiz, Clorodendronlarni. Endi biz sizlar bilan xoyalar haqida gaplashamiz. Bilasizlar, xoya hamma xoya gullaydi. Hammasi ham gullaydi. Lekin ba'zi xoyalarni gullashini ancha payt kutishga to'g'ri keladi. Va eng sizni kuttirmay gullaydigani bu menga yoqadi. Ikki xil xoya. Mana, xoya akulata. Bu xoya akulata, buni bilganlar biladi. Mana shunaqa bo'lib juda tez o'sadi. Mana. Barglari xuddi mana shunaqa, xuddi multifloranikiga o'xshaydi. Xuddi multifloradek gullaydi, lekin bu sariq gullaydi.
xuddi boychechak rang bo'lib, o'ta go'zal bo'lib gullaydi. Mana shunaqa bitta bor, lekin hali gullamadi. Gullasa balkim yana video qilib tasharman. Demak, bunisi Hoya multiflora deyiladi. Mana bu gulladi. Buni olganimda o'zi mana shunaqa kichkina edi. Men olganimdan keyin unga yaxshi grunt qilib berdim. Mana shunaqa qilib, menimcha gruntlar yoqdi bunga va tomirlari mana shunaqa bo'lib o'ta chiroyli bo'ldi va gullashni boshladi. Mana qarangizlar. Bu yerda hozir nima desam bo'ladi? Bitta barg chiqargan, bitta gul chiqargan. O'zi multiflora shunday bo'lish kerak. Bitta barg chiqaradi, bitta gul chiqaradi. Mana bu yerda ikkita guli, mana bu bitta guli, mana bu yerda yana bitta guli. Balki shuni hisobigami bilmadim, mana yerda barglarni tashavardi. Faqat guli qoldi, bargini tashavardi. Ham o'zi kichkina, juda ko'p gullavardi, balki shuning uchun hamdir. Mana go'zalligini bir oldidan ko'raylik. Mana uchib ketayotgan raketachilarga o'xshaydi. O'ta go'zal, mana shu gulladi. Keyin buni yana bitta tomonini aytib o'tib ketay. Gullashdan oldin mana bu g'unchasi bor edi. G'unchasi bor payti qarasam, rosa mana bu g'unchalarni to'kibdi. Mana buni tagi to'lib qolibdi. Keyin men aytdim, demak buni kuchi yetmayapti gullashga dedim-da. Bunga gummat plus sem berdim. Chunki gummat plus semda ichida hamma vitaminlar va 7-8 xil kislotalar bor, aminokislotalar. Shuning uchun o'shandan berdim. Bir berdim, shu bilan guli to'kilishni to'xtatdi. Agar sizlarda ham masalan xitoyskiy rozalar bor yoki bo'lmasa boshqa gullar, keyin mana shunaqa xo'yalar, agar sizda ham gullashni boshlasa-da, bunchalarni tashlab-tashlaversa, ozuqa berish kerak. Eng yaxshisi oddiy hamma joyda topsa bo'ladigan Kemiralux yoki Gummat plus sem, eng bo'lmaganda monokaliy fosfat berish kerak. Monokaliy fosfat juda kuchi yetmasligi mumkin, lekin Kemiralux bilan Gummat plus semda kuchi yetadi. Mana shunday qilib, shu bilan bironta boshqa gulini to'kmadi-da, 2 kunda ichida mana shunaqa ochilib ketdi. Lekin bargiga hali ham kuchi yetgani yo'q. Mana barglari endi chiqyapti. Mana u bargi ham bilmayman chiqadimi yo'qmi. Mana bu uchida turgan kichkina tochkacha bo'lib turgan o'sha ham gul. Mana multiflora o'ta go'zal gul, lekin sotuvda yo'q. O'zimda bitta. Mana endi ko'paysa, katta bo'lib ketsa, chirinka qilib sotuvga qo'yishimiz mumkin. Lekin bu juda tez katta bo'ladi. Ba'zi xo'yalarga o'xshab o'smay turib, sekin o'sib unaqa bo'lmaydi. Hali ham bu nimasini kuchini guliga berib-da. Agar buni guli bo'lmaganda, hozir o'zi bir qarishlar o'sib bo'lgan bo'lardi. Mana shunaqa bo'lib, xo'ya multifloramiz gulladi. Shuning uchun bugun gullaydigan gullar haqida video qilishga qaror qildik. Demak, bu multiflora mana sotuvda yo'q bundan. Keyingisi men juda ham ko'p video qildim. Qishda svinchatka. Mana svinchatka guli. O'zimni bu yilgi chirinkam bu. Onasi ham turibdi buni. Onasini ko'rsatganman qishda. Necha marta ko'rsatdim, gullaganini ko'rsatdim. Svinchatka guli bitta tuvakka 3 ta ekib qo'yganman. Chiroyli pishni bo'lib o'sishi uchun. Bu yil qilgan chirinkam. Bahorda, aprelda qilgan chirinkam bu. Men shunga ekib qo'ydim. O'zimga nima bo'lib turish uchun, ko'chat bo'lib turish uchun. Hali tomirlari juda zo'r ko'ringan yo'q. Svinchatka oldin ham aytganman, yorug'likni yaxshi ko'radi. Suvni yaxshi ko'radi va spreyni yaxshi ko'radi. Yorug' bo'lsa, suv berib tursangiz, sprey qilib tursangiz o'sib ketaveradi. Bu moviy jasmin ham deyiladi. Videolarimni ochib qarasalaringiz bor bunda. Ana shortda ham bor. Short video tashlaganman-ku. O'shanda ham bor buni qanaqa gullashi. Moviy gullaydi. O'ta go'zal gul, o'ta go'zal. Men o'zim buni izlab necha vaqtlar deganda topganman. Buni rosa izladim topish uchun. Multiflora rosa izladim topish uchun va ugandiskini izlab topdim. Lekin nimani orzu qilsam, hammasiga yetkazayapti Xudoyim. Mana shunaqa qilib noyob gullardan mashlar bor, svinchatka. Buning hozircha nimasi yo'q, chirinkalari. 3-4 ta chirinkasi bor, u ham bron bo'lgan. Men mana shuni o'zimga ekdim, bitta onasi bor. Nima uchun o'zimga ekyapman? Chunki ko'proq chirinka chiqish uchun. Chunki juda ko'p so'raydi. Chirinkasi bormi deb, yo'q deyman. Juda ko'pchilik qilib bering, mana shundan chirinka deb iltimos qilishadi. Shuning uchun o'zimga 3 ta 4 ta ona qilib olishim kerak.
Men shu maqsadda bu yilgi chirinkalarni o'zim uchun ekyapman mana. Svinchatka. Va yana gullaydigan gullardan eng zo'ri bu bugenvilya. Mana o'zim bu yil chirinka qildim buni. Yaqinda konteynerdan chiqqan. Tomirlari zo'r bo'lib, stakanchada chirinka bo'ldi. Mana shunaqa idishga ekib, tepasini qirqib qo'ydim shoxlash uchun. Buni onasi yo'q, onasi sotilib ketgan. Mana shunaqa ikkita chirinka bolachasi qilgan. Bu oq gullaydigan mahroviy bugenvilya. Bugenvilyani bilasizlar, juda ko'pchilik o'stiradi. Men endi uyim tor bo'lgani uchun, kichkina bo'lgani uchun ham ko'p etajli uyda turganim uchun o'stira olmayman. Hovlida turadiganlar, gullaydigan gulni yaxshi ko'radiganlar uchun eng yaxshi variantlardan biri bu bugenvilya. Buni o'stirishni bilasizlar, issiqni yaxshi ko'radi, yorug'ni yaxshi ko'radi, chunki buni vatani Hindiston va dim issiq havoni yaxshi ko'radi. Mana. Yana bitta gulimiz bizni xursand qilib turibdi shu kunlarda, juda ham xursand qilyapti. Bu mana bu tarafdan ko'rsatay. Abutulon. Abutulon guli. Bu oddiy o'zimizning sortdan. Buni nima deydi? Avvaldan bo'lardi. Men yoshligimda ham ko'rganman buni. O'zimizning uyimizda bo'lardi, bolalikdagi uyimizda. Onam o'stirardi. Juda ham chiroyli bo'lib gullardi. Biz buni xitoyskiy roza derdik. Ismini bilmasdik-da o'sha payt. O'zimizcha xitoyskiy roza deb yurardik, lekin bu xitoyskiy roza emas, abutulon. Men buni shoxlatish uchun qirquvdim. Mana bu yerdan qirqqanman va men bu yerdan qirqqanman. Shoxlatish uchun qirquvdim. Teparoqdan qirqqanman. Yaxshi shoxladi, lekin baribir pastlari uncha shoxlamadi mana. Mana shu taraflari shoxladi. Juda ham ko'p gullayapti. Mana bunchasini ko'rsatay. Mana bunchasi. Mana shunaqa bo'lib gullaydi abutulon. Buni juda sort ko'p. Menda faqat mana shunisi bor. Buni qizillari, sariqlari, hatto nima juda ham chorniy qizillari bor. O'shanaqalari juda ham ko'p buni turi, lekin menda faqat mana shunisi bor. Sariqlari, nimalari bor edi, ular sotilib ketgan, shuning uchun bitta shu qolgan. Mana o'sha gullarini gullab tugatyapti. Gruppam biladi, kechadan o'tgan kuni ko'rsatdim bu gulni hamma o'ta chiroyli ekan deb havas qilib qoldi. G'unchasi ko'p, mana g'unchalari, mana g'unchalari, mana g'unchalari. Bu abutulon ham tinmay gullaydigan gul, gullashdan to'xtab qoladigan gul emas o'zi aslida. Ozuqasini berib tursangiz, yaxshi qarab tursangiz, gullashdan to'xtamaydi. Faqat ozuqa bermasangiz, gullashdan ham to'xtab qoladi, barglari ham kichrayib ketadi. Shuning uchun har 15 kunda ozuqasini berib turaman. Iloji boricha chiroyli bo'lib gullatishga harakat qilaman. Endi bu gulla bo'lsa, yana chirinka qilaman. Men bu shoxlarini olib chirinka qilaman-da, keyin yana sal pastroqdan qirqsam, men bu tomoni ham shoxlaydi. Buni ham mayerdan chiqqan shoxlarini olib, mana sal pastroqdan qirqsam, mayerlardan qirqsam, men bu tomonda chiqib kelgan shoxlari katta bo'lib chiroyli bo'ladi. Xullas, qirqish niyatim bor, lekin gullab bo'lsa, bir gullardan bahramand bo'lsak, keyin qirqamiz. Mana shunaqa abutulon. Va gullaydigan gullardan eng zo'ri bu antiurum. Mana hamma biladi buni antiurumni. Bu golland sort Yellow Champion. Menga o'zi mana shunaqa antiqa ranglar yoqadi. Ayniqsa sariq va ko'k ranglar yoqadi. Shuning uchun svinchatka, Chlorodendium ugandiyskiy rosa izlaganman o'zim. Chunki ularning rangi ko'k deymizda endi, blue rangda. Sariq gullaydigan gullar yoqadi. Shuning uchun multiflora rosa izladim. Mana sarg'ish bu ham. O'sha akulata rosa izladim va antiurumlarni ham sariq gullaydiganlari yoqadi. Shuning uchun mana shunaqa Yellow Champion olib kelganman. Bu fitilga ekilgan. Mana juda ko'pchilik aytadi, antiurumim o'smayapti. Bargi qorayib qolyapti. Bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti. Antiurumda eng yaxshisi fitilga eking, mana o'saveradi. Muammo qilmaydi. Chunki antiurumga ko'p suv quyib yuborsangiz, tomiri tez chirib ketib qoladi. Suvning normasini ushlanmay qolasiz. Fitilda suvning normasi ushlanib turadi. Shuning uchun o'ta go'zal bo'lib o'saveradi. Men antiurumni oldin ham oddiy antiurumlarni ham, Xitoy antiurumlarini ham ekkanman. Natijasi zo'r bo'lgan. Shuning uchun
mana shunaqali fitilga ekaman. Bu antirimdan ham sotuvda bor, kimga kerak bo'lsa, fitilga ekilgani ham bor, fitilga ekilmagani ham bor. Telegram gruppamga kirsalaringiz o'sha yerda tanishib olasizlar. Va eng go'zallardan biri bu spatifilum. Spatifilum ham gullaydigan gullar ichida eng zo'r variantlardan biri. Faqat menga spatifilumlar ichida varigatnisi yoqadi. Shuning uchun men Diamond varigat olib keldirganman. Avvalgi safar ham olib keldirib, juda ko'p marta video qildim, ko'rdilaringiz. Demak, bu safar o'ta go'zali kelgan. Mana varigatni mana shunaqa. Buni barglari Yellow Champion'ni kim bilsa, barglari tekis bo'lmaydi. Barglari qandaydir nima bo'ladi, g'adir-budirroq bo'ladi. Mana hozir bu nimaga qarab olgan. Mana shunaqa qilib quyoshga qarab olgan. Xullas kalom mana shunaqa. Gullab yotibdi. Buni kelganiga ham bir haftalar bo'lib qoldi. Gullashdan to'xtagan yo'q. Mana gullari nimachani ichida turibdi. G'umbaqchasini ichida chiroyli bo'lib, mana kelgandan beri mana shunaqa bo'lib barglar chiqarib, zo'r bo'lib o'sib yotibdi. Umuman mana shu gul injiqlik qilgani yo'q. Mana shunaqa bo'lib barglar chiqarib, mana bu barglarning orasidan gul chiqarib keladi. Mana bargi uni orasidan gul chiqarib keladi. Bu yerdan yana bitta gul chiqaryapti mana. Mana shunisi ham gul, mana shu ham gul bo'lib chiqadi. Xullas kalom, bargini katta bargini orasidan gul chiqib keladi. Mana alohida gullamaydi bu. Ba'zi gullar mana bu tagidan chiqarib keladi-ku, bu tagidan chiqarmaydi. Mana shunaqa gul bargini ichidan chiqib keladi. Mana shunaqa. Mana bunaqa barglarning ichidan gul chiqib keladi. O'ta go'zal. Gulini hidi bor, lekin juda o'tkir emas, nejniy hidi bor. Mana shunaqa kim gullaydigan gullarni yaxshi ko'rsa, spatifilum ham eng zo'r variantlardan biri. Xullas kalom, menda spatifilum Diamond varigatdan sotuvda bor, bundan ham bor yo'g'i ikkita qolgan. Uni ham Telegram gruppamga kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu golland sort, o'ta go'zal sort. Shuning uchun bu nimasi yaxshi bo'lyapti, chunki avvalgi safar olganlar ham rosa baraka topibdi. Bargi qorayishi, injiqlik qilishi, umuman unaqa narsalar bo'lgan yo'q. Xullas kalom, gullaydigan gullarimiz mana shulardan iborat. Mana. Demak, kimda gullari yaxshi o'smayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa noyob gullar izlayotgan bo'lsa, golland gullar izlayotgan bo'lsa, meni Telegram gruppam bor, Yashil burchak Telegram gruppam. O'sha yerga ulanib olsalaringiz, o'sha yerda har kuni suhbatlar qilamiz, savol-javoblar, qanaqa gullar bor, qaysi gul qanday o'syapti, qanaqa ozuqalar beryapman, hammasini tanishtirib o'tib boramiz. Rahmat hammaga.